Xullas, yangilikni jinnisini eshitdilar. Hozir men bu narsani o'qib bosh tovim ketib qoldi. Ozodbek Nazarbekov, ya'ni madaniyat vaziri, $1200 Hermes shunaqa brendli krossovkani kiyib, yoshlar bilan uchrashuvga boribdi. U yoshlar bilan uchrashuvda nimaga borgan, nima qilgan, nima gaplarni gapirgan, yoshlar bilan nimani qoyillatgan, u narsalar qolib ketib, uni necha pulga oyoq kiyim kiyib borgani bizani jurnalistlarga, bizani jamiyatga qiziqmi? Mana nima uchun biz rivojlanmaymiz? Nima uchun biz qo'pol qilib aytganda ketkovlar xalqqa aylanib boryapmiz? Chunki bizani jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositachilarimiz, ishongan qo'shtirnoq ichidagi saytlarimiz mana shunaqa ma'lumotlarni birinchi o'ringa qo'yib chiqaryapti. Bu esa o'z o'rnida biz boshqa jurnalistlarga ham ta'sir qilyapti. Ya'ni bizani tupoy omiga chiqarishyapti. Buni sizlarga to'g'rilab, keyingi storiesda yana ham tushuntirib beraman. Maqsad qulay bo'ladi, yana ham qulay bo'ladi. Maqsad yana ham rivojlanamiz. Maqsad necha bemalol sizlar bilan nima deydi, asosan fikr almashishga biz tayyormiz. To'g'ri rejalar qilishimizga sabab berganimizda ko'p joylarda shaxsan o'zimizga juda katta shu bilim orttiraman. Ko'rmayotgan biz e'tibor shunga muammolarni ko'proq o'rtaga chiqarish